هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Tevbe tefsiri 7. ayetten başlayıp okuyumuz inşallah. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Dövendi diktanlığa İbn Kesir rahimuhullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Tevbe suresi 7. ayetinden başlayıp okuyumuz inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Allah'ın ve onun peygamberinin karışıca əhdisiga vəfa qılmaydigan müşriklarda qandaqmı muahide degan narsa bo'lsin. Ammo Masjidi Haram qishida sizlar bilan ahdi tuzishgan mushriklar agar ahdisiga vəfa qiladigan sizlarmi vəfa qilinglar. Shubhisizki Allah taqvodorlarni, ya'ni Rabbidan qo'rqqan, ahdisiga vəfa qilgan, xiyonat qilmaganlarni do'st tutadi. Müşriklardan ada juda bo'lishning ta'kidlanganligi. Alloh taolo müşriklardan ada juda bo'lish, ularga 4 oy muhlat berish va 4 oy chiqib ketgandan keyin ularni ko'rgan yerda o'ldirishning hikmatini bayon qilib mundaq deydi. Allohning va uning payg'ambarining qarashicha ahdisiga vəfa qilmaydigan müşriklarda qandaqmı muahide degan narsa bo'lsin. Yani ular Allah Teala'ga şirk keltirgan, Allah Teala'ni ve onun peygamberini inkar qilgan tursa, ularda qandaqmı amonliq bo'lsin. Amma Masjidi Haram atqishida sizlar bilan ahdi tuzishgan mushriklar, yani Mudaybiye sulhisini tuzishgan mushriklar Allah Teala bu vaqtda mundaq deydi. Ular kafir bo'ldi. Sizlarni Masjidi Haramdan va tutib turilgan qurbonliqlarning o'z joyiga yetishidan to'sdi. Agar ahdisiga vəfa qiladigan sizlarmi vəfa qilinglar. Ya'ni sizlar mushriklar bilan 10 yilgacha urush to'xtatishga kelishib sulh tuzdinglar. Bu sulhiga ular qanchalik amal qilsa, sizlarmi vəfa qilinglar. Shubhisizki Allah taqvodorlarni, ya'ni Rabbidan qo'rqqan, ahdisiga vəfa qilgan, xiyonat qilmaganlarni do'stidir. Payg'ambar alayhisalom va musulmonlar bu ahdiga ana shunday vəfa qildi. Mekkiliklar bilan tuzishgan bu ahda Hijriyaning 6-yili Zulqaida aydan boshlab Qurayshlar o'zlarining ittifoqdoshi Banu Bakr qabilasiga, Payg'ambar alayhisalomning ittifoqdoshi Xuzoa qabilasiga qarshi yordam berib, ahdini buzganga qadar davom qildi. Ya'ni Qurayshlar Banu Bakr qabilasi bilan birlashib, haramda Xuzoa qabilasining odamlarini o'ldirdi. Ana shundaq vaziyatda Payg'ambar alayhisalom Hijriyaning 8-yili Ramazon oyida ular qarshi g'azot yurish qildi. Shuning bilan Alloh taolo haramni musulmonlarga fathi qilib berdi va kofirlar ustidan hukmronlik qilish imkoniyatiga ega qildi. Barliq hamd sana va madhilar Alloh taologa xosdir. Payg'ambar alayhisalom ularning ustidan g'alaba qilib hukmronlikni to'liq ko'rsatgandan keyin ulardan musulmon bo'lganlarni qo'yib berdi. Ular qo'yib berilganlar deb ataldi. Ular taxminan 2000 kishi edi. Payg'ambar alayhisalom o'zidan qo'rqib qechib ketgan va kufrlikdan yonmaganlarga odam avatib, ularga omonlik berdi va ularni xohlagan yeriga ketib olishi uchun 4 oy muhlat berdi.
Ularning ichida Safvan ibn Umayya, Ikrima ibn Abu Jahil va boshqalar bor edi. Shuningdan keyin Alloh taolo ularni islomga kirishga hidoyat qildi. Alloh taolo jimi o'rinlashtirgan va qilgan ishlari uchun madhiylanguchidir. Mushriklar ahdisiga qandoqmi vafo qilsin, agar ular sizlarning ustinglardan g'alaba qilsa, sizlarning to'g'ranglarda ne tuqqanchilikqa, ne ahdiga rioya qilmaydi. Sizlarni eg'izlarida xo'sh qiladi, dillarida va'dasida turishni xohlamaydi. Ya'ni og'zida chiroyli so'zligini bilan ko'ngillari adovat, nifoq bilan to'lgan. Ularning to'lisi fosiqlardir. Alloh taolo bu oyatda mushriklarni dushman tutishga va ulardan ado-judo bo'lishga mu'minlarni rag'batlantirib, ularning Alloh taologa shirik keltirganligi va Allohning payg'ambari Muhammad alayhisalomni inkor qilganligi uchun ularning ahdi tuzishga loyiq odamlar emasligini bayon qildi. Chunki ular musulmonlar ustidan g'alaba qilgan va ustunlikka erishgan taqdirda musulmonlar haqida ne tuqqanchilikqa, ne ahdiga rioya qilmaydi. Ular Allohning oyatlarini dunyoning mol-mulklaridan arzimas narsaga tegishdi. Kishilarni Allohning yo'lidan to'sdi. Haqiqatan ularning qilmishlari nima degan yomon? Ular mu'minlar haqida ne tuqqanchilikqa, ne ahdiga rioya qilmaydi. Ana shular sizlarga zulm qilishda haddidan oshquchilardir. Agar ular kufridan tavba qilsa, namoz o'tsa, zakot bersa, diniy jihatda sizlarning qarindoshlaringlar bo'ladi. Ya'ni huquq va majburiyatda ular sizlar bilan o'xshashdir. O'qidigan qavm uchun oyatlarni tafsili bayon qilamiz. Alloh taolo mushriklarni ayblab va mu'minlarni ularga qarshi urush qilishga rag'batlantirib mundoq deydi. Ular Allohning oyatlarini dunyoning mol-mulklaridan arzimas narsalarga tegishdi. Ya'ni ular Alloh taolaning oyatlariga ergishishni dunyoning arzimas o'yin tomoshalarga tegishib etdi. Kishilarni Allohning yo'lidan to'sdi. Ya'ni mu'minlarni haqqa ergishishdan to'sdi. Haqiqatan ularning qilmishlari nima degan yomon? Ular mu'minlar haqida ne tuqqanchilikqa, ne ahdiga rioya qilmaydi. Ana shular sizlarga zulm qilishda haddidan oshquchilardir. Agar ular kufrdan tavba qilsa, namoz o'tsa, zakot bersa, diniy jihatda sizlarning qarindishinglar bo'ladi. Ya'ni huquq va majburiyatda ular sizlar bilan o'xshashdir. O'qidigan qavm uchun oyatlarni tafsili bayon qilamiz. Agar ular ahdi bergandan keyin qasamlarni buzsa va dininglarni ayblasa, ularning buningdan cheklanishlari uchun kufrining katta boshlariga urush ichinglar. Ularning qasamining haqiqatan e'tibori yo'q. Kufr katta boshlarining qilgan qasamining e'tiborsiz ekanligi. Alloh taolo mundoq deydi: agar sizlar muayyan muddatgacha ahdi tuzishgan mushriklar qasamlarini, ya'ni tuzishgan ahdilarini buzsa va dininglarni ayblasa, ya'ni ular dinni ayblasa va kamsitsa, ularning buningdan cheklanishlari uchun, ya'ni ularning kufridan haq bilan qarshilashishdan va ozg'unlikdan yenishlari uchun kufrining katta boshlariga urush ichinglar. Ularning qasamining haqiqatan e'tibori yo'q. Bu oyatning payg'ambar alayhissalomni tillagan yoki islom dinini ayblagan va yoki islom dinini kamsitgan odamni o'ldirish hukmi ilindi. Bu oyatdan payg'ambar alayhissalomni tillagan yoki islom dinini ayblagan va yoki islom dinini kamsitgan odamni o'ldirish hukmi ilindi. Qatada va boshqalar
kufur katibaşları Ebu Cahil, Utba, Şeyba, Umayya ibn Halafga o'xshash kishilardir dedi. Va yana bir qancha odamlarning ismlarini sanadi. A'mash Zayd ibn Vahidin Hudayfaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Bu oyatda ko'rsatilmagan katta boshlar texi o'ldirilmadi. Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhuning shuning o'xshash deganligi rivoyat qilindi. To'g'risi shuki, garchi bu oyatning nozil bo'lish sababi Quraysh mushriklari to'g'riliq bo'lgan bo'lsa-mu, biroq hukmi umumiydir. Bu oyat Qurayshlar va ulardan boshqa kufrning katta boshlarini umumyuzlik o'z ichiga oladi. Subhanalloh. Valid ibn Muslim Safwan ibn Amr'dan Abdurrahman ibn Jubayrning mundaq deganligini rivoyat qildi. Men Abu Bakr radhiyallohu anhuning xalifalik zamonida u Shamga avatgan bir bo'lak odamlarga boshliq edim. U bizni uzatgan chaqda mundaq dedi. Shak shubhisizki, sizlar başlarının o'ttirisi tushirilgan odamlarni uchirtsizlar. Ularning başlaridagi shaytonning tugunlariga chepinglar. Allohning nomi bilan qasamki, men uchun ulardan bir odamni o'ldirganim boshqalardan 70 odamni o'ldirganimdan ortiqdir. Bu shuning uchunki, Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi. Kufrning katta boshlariga urush ichinglar. Bunu İbn Abu Hatem rivayet qilgan. Ey mu'minlar jamoasi, ahdi berganda ichgan qasimini buzgan, payg'ambarning Makkadan haydab chiqarishni qasdlagan va sizlarga oldi bilan hujum qilgan qavmga urush ochmamsizlar? Ulardan qo'rqamsizlar? Agar mu'min bo'lsanglar, qo'rqishinglarga Allah en layıktır. Ulağı uruş içinler. Allah ulağını silahının kolunlar bilen cezalaydı. Allah ulağını har kılıdı. Allah silahını ulağı üstüden galip kılıdı. İslam dinini üstün kılıp kafirlerini cezalap mümin kavminin könlüğü şifalık yani teselli verdi. Hem ulağını dillerdeki açıktan halas kılıdı. Allah halgan adamını tevbege muvafık kılıdı. Allah hemmini bilip turgucudur, hikmet bilen iş kılgucudur. Müşriklerge karşı uruş kılışkı kızıktırış ve onun bir kısım faydaları. Bu ayet mu ahdi tüzgende iştken qasamlarını buzgan ve peygamberlerini Mekke'den haydab chiqarishni qasdlagan müşriklerge karşı uruş kılışkı qo'zg'aydi ve rağbetlendirdi. Allah Teala bu vaqtda mundaq deydi. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, öz vaqtida kafirlar seni qamoqqa elish yoki o'ldirish va yoki Mekkedan haydab chiqarish uchun mikr ishlatdi. Ular mikr ishlatdi. Allah ularning mikrini barbod qildi. Allohning tadbiri ularning mikridan unumlikdir. Ular Rabbinglar Allah'a iman etqininglar uchun payg'ambarni va sizlarni yurtinglardan haydab chiqardi. Yahudilar seni Medina ziminidan chiqarib etish uchun u yerda seni xotirjam turg'izmaslikqa tas qoldi. Shundaq bo'lganda sen chiqib ketgandan keyin ular ozgina vaqt tura oladi. Ya'ni ozgina vaqtdan keyin halok bo'ladi. Ve sizlarga oldi bilan hujum qilgan. Ba'zi tafsirshunoslar bu oyatdan Badr urushi ko'z tutilgan. Mushriklar Savdo karvoniga yordam berish uchun chiqib, karvonining sog'-salomat qutulganligini bilib turibmi, haddidan oshgan va cho'ngchilik qilgan holda urush qilishni ko'zlab davomli oldiga qarab ilgariladi dedi. Buni yuqorida tafsili bayon qildik. Yani bazı tafsirshunoslar
Bu ayetten müşriklarning ahdini buzib, o'zlarining ittifoqdoshi Xuzoa qabilasiga qarshi urush qilganligi ko'z tutiladi dedi. Bu ish payg'ambar alayhisalomning Makkani fath qilgan yili ularga qarshi qo'shin tortib berishiga sababchi bo'ldi. Shuning bilan nurg'un ishlar bo'lib o'tdi. Barliq hamd sana va madhilar Alloh taolo xosdir. Ulardan qo'rqamsizlar. Agar mu'min bo'lsanglar, qo'rqishinglarga Alloh eng loyiqdir. Alloh taolo mundaq deydi. Ulardan qo'rqmanglar. Mendinla qo'rqinglar. Mening qahri g'azabimdan va azobimdan bandilarning qo'rqishiga faqat menni loyiqman. Sizlarni qandoq tasarruf qilish mening ilkimdidir. Men xohlagan ish vujudga chiqib keladi, xohlamagan ish vujudga kelmaydi. Ondan Alloh taolo mu'minlarning irodasini kuchaytirish uchun dushmanlarni o'z dargohidan bir buyruq qilish bilanla halok qilishga qodir turug'liq mu'minlarga jihodni yo'l qo'yishdagi hikmatini bayon qilib mundaq dedi. Ularga urush ichinglar. Allah ularni sizlarning qo'llaringlar bilan jazolaydi. Allah ularni xor qiladi. Allah sizlarni ular ustidan g'olib qiladi. İslam dinini ustun qilib, kafirlarni jazolab, mu'min qavmning ko'ngliga shifolik, ya'ni tasalli berdi. Bu oyat mu'minlarning hammasiga umumyuzlik qartilgandir. Mujahid, Ikrima va Suddi qatorliqlar mu'min qavmning ko'ngliga shifolik, ya'ni tasalli berdi degan oyat haqida bular Xuzoa qabilasining mu'minlaridir va ham ularni dillaridagi ochiqdan xalos qildi degan oyatdagilarmu ham Xuzoa qabilasining mu'minlaridir dedi. Allah bandilaridan xohlagan odamni tavbaga muvaffaq qiladi. Allah hammini, ya'ni bandilariga foydali bo'lgan narsalarni bilib turuvchidir. Barliq ishlarda vujudga keltirish va shariat so'zlarida hikmat bilan ish qiluvchidir. Alloh taolo xohlagan narsani qiladi, iroda qilgan narsani hikmat bilan yaratadi. Alloh taolo adil hukm qiluvchidir. Hargiz zulm qilmaydi. Zarrachilik yaxshilikni yoki yomonlikni bekor qilib o'tmaydi. Balki uningga dunyo oxiratda tegishli mukofot yoki jazo beradi. Allah sizlarning oranglardagi jihad qilganlarni Allohdan, Allohning payg'ambaridan va mu'minlardan boshqani sirdosh qilib olmaganlarni bilmay, ya'ni o'ttirg'i chiqarmay turib, sizlar o'z holimizga qo'yib berilamiz, ya'ni sinalmaymiz deb o'ylamsizlar. Allah sizlarning qilmishinglardan xabardordir. Urush qilishdagi hikmatning musulmonlarni sinashdan iborat ekanlik. Alloh taolo mundaq deydi: "Ey mu'minlar, Allah sizlarning oranglardagi jihad qilganlarni Allohdan, Allohning payg'ambaridan va mu'minlardan boshqani sirdosh qilib olmaganlarni, balki ko'rinishda va qalbida Alloh taolaning va uning payg'ambarining roziligi uchun sirdosh bo'lganlarni bilmay, ya'ni o'ttirg'i chiqarmay turib, sizlar o'z holimizga qo'yib berilamiz, ya'ni sinalmaymiz deb o'ylamsizlar. Ya'ni biz sizlarni yolg'onchilardan irodalik, rostchil kishilar ayrilmaydigan ishlar bilan, ya'ni biz sizlarni yolg'onchilardan irodalik, rostchil kishilar ayriladigan ishlar bilan sinamasdan behuda tashlab qo'yamdiq. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Alif lam mim. İnsanlar iman etdik deb qo'yish bilanla
insonlar iymon etdik deb qo'yish bilanla sinalmay tark etilamiz deb o'ylamdi. Ulardan burun o'tganlarni biz haqiqatan sinadik. Allah iymonida rostchilarni cho'qim biladi. İmanida yalğancılarını mı çokum bildi. Ey müminler camiası, Allah sizlerden hakiki cihat kılganlarını ve cihatның capa müşakkatlarına çıdıgıçılarını bilmey, yani ayrımay durup, fakat ağzınlarda iman ettik deyiş bilenler cennet girişini oylamsılar. Allah yamanni, yani münafıkni, yaxşıdın, yani müminden ayrımıgıca müminlerini, yani sizlerini hazırki petanlarca koymaydı. Allah sizlerini gaybden mu haberdar kılmaydı. Ve lakin Allah peygamberlerden halığını tallab, onunla Muhammed Aleyhisselam'a münafıklarının haletini bildirgendek gaybni bildirdi. Allah'a ve onun peygamberlerine iman etinler. Eğer sizler iman etsanlar ve Rabbinlardan korksanlar, çoğun savapqa erişsizler. Yığıp etqanda Allah Teala bendilerge cihatını yola koygandan keyin onundaki hikmetini bayan kıldı. Bu hikmet bendilerden kimnin Allah Teala'ga itaat kıldığanlıqını ve kimnin Allah Teala'ga asilik kıldığanlıqını sınaştan ibarettir. Allah Teala vücudga kelgan ishlarni ve vücudga keladigan ishlarni bilgichidir. Vücudga kelmagan ishlarning vücudga kelgan taqdirida qandoq vücudga keladiganligini mu biladi. Allah Teala barliq shaylarni vücudga kelishdan ilgari biladi ve uning qaysi holatda vücudga keladiganligini mu biladi. Allah Teala'dan başqa hech ilah yo'qdir. Onundan başqa hech terbiyeçi yo'qdir. Allah Teala oldin ala belgilegen ve hüküm kılgan işini hiç kim to'siy olmaydi. Müşriklar özlerinin küfrünü iqro qilib turuqliq, yani kafirlik bilan Allah'ның mescitlerini avat qilish bir-biri bilan sig'isha olmaydi. Ularning Allah'ның mescitlerini avat qilishi to'g'ri emas. Ularning qilgan yaxshi amallarining natijasi bo'lmaydi. Ular do'zaxda mangu qoladi. Allah'ның mescitlerini faqat Allah'a ahiret kuniga iman etgan, namoz o'tigan, zakat bergan, Allah'dan başqasidan qo'rqmagan kishilarla avat qiladi. Yani mescidni remont qilish, saramjonlashtirish, tozalash, mescidde davamlıq namaz öteş, Kur'an tilavet kılış qatarlıq işlerini kılıdı. En şulanın hidayet tapqıçılardan boluşu köz tutuldu. Müşriklarning Allah Teala'nın mescidlerini avatlaştırılmaydıganlığı. Allah Teala mundaq deydi. Hiç şirki yok. Yalğız Allah Teala'nın ismi bilen kurulgan Allah Teala'nın mescidlerini Allah Teala'ga şirk keltirgen müşriklarning avatlaştırışı layık emas. Müşriklar özleri iş hareketleri ve sözleri de küfürlük bilen guvahlık berdi. Suddi mundaq deydi. Eğer sen bir Hristiyandan dinin nima deb so'rasan, u elbette Hristiyan deb cevap berdi. Bir Yahudiden dinin nima deb so'rasan, u elbette Yahudi deb cevap berdi. Eğer bir dindan chiqib, yana bir dinga kirguchidan dinin nima deb so'rasan, u elbette dindan chiqib, dinga kirish deb cevap berdi. Bir mushrikdan dinin nima deb so'rasan, u mu elbette müşrik deb cevap verdi. Ularning qilgan yaxshi amallarining natijasi bo'lmaydi. Chunki ular mushrikdir. Ular do'zaxda mangu qoladi. Allah Teala bu vaqtda mundaq deydi. Ular boshqalarning masjidi haromga kirishini to'sib Allah ularga nemishqa azob qilmasin. Ular masjidi haromning egalari emas. Masjidi haromning egalari taqvodorlardan boshqalar emasdir. Lekin bunu ularning to'lisi bilmaydi. Mescidlerini müminlerinin avatlaştırıldıqanlığı. Allah Teala mescidlerini
avatlaştırıcılarning faqat mu'minlar ekanligiga guvohlik berib mundaq deydi. Allohning masjidlarini faqat Allohga oxirat kuniga iymon etgan, namoz o'tigan, zakat bergan, Allohdan boshqasidan qo'rqmagan kishilarga avat qiladi. Ya'ni masjidni remont qilish, saramjonlashtirish, tozalash, masjidda davomli namoz o'tash, Qur'on tilovat qilish qatorliq ishlarni qiladi. Abdurrazzoq Amir ibn Maymun Avdining mundaq deganligini rivoyat qiladi. Men Payg'ambar alayhisalomning sahobalarining qishig'i kelsam, ular shak shubhisizki masjidlar Alloh taolaning yer yuzidagi uylardir. Kimiki u uylarda Alloh taolani ziyorat qilsa, uni hurmatlash Alloh taolaning ustiga tushidir deyishayotgan ekan. Namoz o'tigan, ya'ni namoz jismoniy ibodatlarning eng kattasidir. Zakat bergan, ya'ni zakat insonlarga yaxshilik qilishda foydasi eng yaxshi bo'lgan amaldir. Allohdan boshqasidan qo'rqmagan, ya'ni faqat Alloh taoladanla qo'rqadigan, uningdan boshqa hech narsadan qo'rqmaydigan kishilarga masjidlarni avat qiladi. Ali ibn Abu Talha ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Allohning masjidlarini faqat Allohga oxirat kuniga iymon etgan, ya'ni Alloh taolani bor va bir deb tonigan, oxirat kuniga va Alloh taolo nozil qilgan Qur'oni Karimga ishongan, namoz o'tigan, ya'ni 5 vaqt namoz o'tigan, Allohdan boshqadan qo'rqmagan, ya'ni Alloh taoladan boshqa hech narsaga ibodat qilmagan kishilarga avat qiladi. Ana shularning hidoyat topquchilardan bo'lishi ko'z tutiladi. Shak shubhisizki ana shularla nijotlikqa erishkichilardir. Alhamdulillah. Alloh shukrlar bo'lsin. Yuqorida Tavba surasi tafsiridan 18-oyatgacha angladinglar. Oxirini keyin qatimliq o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.